Diqqat qilinglar, qaysi gunoh insonda boshiga nima olib keladi? Ne'matlarni yo'q qiladigan gunoh haddidan oshishlik. Nadomatni keltiradigan gunoh qotillik. Nafrat, jazoni keltiradigan gunoh zulm. Ayblarni ochib qo'yadigan gunoh aroqxo'rlik. Rizqni to'xtatib qo'yadigan gunoh zino. O'limni tezlashtiradigan gunoh qarindosh urug' bilan aloqani uzishlik. Duoni rad qiladigan gunoh ota-onaga oq bo'lishlik. Yana u kishining hikmatlaridan, agar balo ustiga balo kelayotgan bo'lsa, bu keyingi kelayotgan balo ofiyat balosi ekan. Ya'ni tugayapti degani. 3 xil odamdan hushyor bo'l. Xoindan, zolimdan va chaqinchidan. Alloh taolo senga birodar aql degan ne'matni ato qildi. Jinni qilib qo'ymadi, es pas qilmadi. Bu ham ne'matmi? Ruhiy xasta odamlar kasalxonasi. Borib ko'ring-da. Qarasangiz, jasadi, shakli tuppa-tuzuk odamlar. Ko'rsang es pas demaysan. Lekin Alloh taolo mana shu esini past qilib qo'ygan. Nima? Alloh qodir emasmidi uni esini o'rnida qilib qo'yishlikka? Qodir.